Midiraydigan resim. Neymiş bolğandı? Yolunu boşalt. Vakışıplı ketdi go. Körükte bir iş Yolunu çıqqan boşalt, yolunu oxşamamdı. boşalt. Ha? Ha, şunyubimen? Yesho, ajab yaxshi gapsiz. Bu Jahil Jidiyanga gap qilsangiz bo'pti ekan. Bo'lamdi. Cahil Jidiyanga? Ha, shundaq. O Janobiy Song'unning yetakchi o'qituvchisi, ya'ni zamonimizga eng o'qimishli odam. Ko'pchilik uni mollam deydi. Aha, mollam. Şunyubimen, zadi neymiş boldi? Mundaq gap. 3-darajalik amaldor Jijing Ziyuan bilan mollamning nafisi ko'rikda do'qirishib qoldi. Ben 3-darajalik amaldor Jijing bo'laman. Orduda moliya ishlariga mas'ul. Sening nima odamligingni bilmayman. Qaydi bo'yicha menga yo'l berishing kerak. Neç günden beri mushunda g'alati gaplarni anglayapman. Aslida mabud o'ltog'ini mollamkanda. Sizmi ko'ringiz? Men ko'rikdan o'tib olay deb qolgan edim. Shunga yo'lni bo'shatib etsangiz bo'pti ekan. Siz degan Song'un oliylarining yetakchi o'qituvchisi, shuni bilmamsiz? Men bo'lsam 3-darajalik amaldor, bildingizmi? 3-darajalikmi, 1-darajalikmi? Karim yo'q. Yo'lni hergiz bo'shatmayman. Menmi hergiz bo'shatmayman. Oldiga menglar. Chapsam menglar. Bolanglar, tez oldiga menglar. Ishning jarayoni shu. Mollamga gap qilgan bo'lsangiz. Ish nam obro'yimga taqishidi. Jinim kesimi. Hergiz oqimga yanmayman. Men degan 3-darajalik amaldor. Nam obro'yim uchun bo'lsa-mu, hergiz oqimga chekinmayman. Men sizlarga amal tep beray. Sizlarning sababinglardan boshqalar ko'rikdan o'tamayotidi. Buni Jijing janoblaridan ko'ring. Nima desingiz-da? Men hergiz yo'l bermayman. Menmi hergiz yo'l bermayman. Emsi men ishqinlarni keyninglarga yandırmay, ko'rikdan o'tadigan amalni topay. Bo'lamdi. Unda qilsang, nayt yaxshi bo'ladi. Ondaqda mening fikrim yo'q. Emsi ishqinlar nahpanglarni almashtirsanglar, mollam Jijing janoblarining nahpisiga chiqsin. Jijing janoblari mollamning nahpisiga chiqsin. Haqiqatan shunda qilsak. Ular o'zra yo'l bermisimi bo'g'dek? To'g'ri. Chapsam to'g'ri. Chapsam bo'linglar. Men balani tiyib qo'ymoqchi edim. Qaranglar, hammaylar shu fikrda ekan. Oyog'imni olib kelinglar. Bolanglar. Oyog'imni olib kelinglar. Ma'qul. İşqinlarga rahmat. Ko'pchilik! Ko'rikdan o'tinglar!
Rahmet, iyice ustaz. Rahmet sizge. Ay, məpəmni qandaq qılımın əmisə. O endi mening ishim emas. Ha, yesho, biz endi mangayli. Ma'qul. Mollam, rahmat sizga. Kichkina turib. Aqlli kichik rahib. Yeshu degan mushu kanda. Çapsan buluşmamsan. Mendek 3. derecelik emeldarını saklatkanın nemisi. Çapsan buluş. Bu yazlık yerlik ölüm abi bilen Recep tırkışıp gittim ha. Alemgi meşhur iktidarlık ciddiyen mollam turab yeyişoğa ten kelenmediniz mi? Nima deyapsiz? Meni masxir qilib atamsiz? Cahil mollam, en yaxşısı ufturğunuzga ten bering. Shunchalik vaqtni isrof qildingiz. Yoki vaqtingizdan tatib qirg'ichi uyg'onyapsiz. Hozir uyg'onish texmi tasga to'xtaydi. 3-chi jeltni yeching. Men qancha yoshga kirsam muallim kitap o'qishni yaxshi ko'rmayman. Sang'unning muallimi ekan-da. Bak qattiq boshqurdigan muallim. Sanğun alilerimi onunda bak qo'qidi. Muallim Sang'unning tilisi qandaq bo'lib qola? Ajab ko'rgim kelyapti-da. Ay, baqiyani yana bir o'qib beqing. Yana o'qimdi ben. Nima? Konularda kitobni qanchalik o'qisang, ma'nisini shuncha chonqur tushunasan degan gap bor-ku. Ma'qul. Kitapni qanchachaq o'qisang degan gap. Agar kitapni 1-2 qatam o'qib, ma'nisini tushunmagan bo'lsang, qayta o'qigan sari ichidagi mazmunining ma'nisini tushunasan demakchi. Sang'un bo'lgan ekan, chuqum olamda bo'layotgan ishlarni bilish kerak. Shunga Sang'un qerib qasimi yanada o'rganmoqda. Bu qerimollam jahillikda dang chiqargan. Aras, to'g'ri. Mundaq bir ish bo'lgan edi. Bir qatam Sanğun herib ketib, azroq uxlab qopti ekan. Shu chaqda mollam Sanğunning udulida o'ltiribdi ekan. Sanğun alileri. Mollam. Men sizni kechirsammi? Ko'ngzi mingzi sizni kechirmaydi. Endi yana uxlaydigan bo'lsangiz, sizning beshingizga yalpig'ish bilan solamanjimi? Bildim. Biroq uzoq o'tmay Sanğun yana uxlab qopdi. Heliqi mollam rostili yalpigish bilan Sang'unning kallasiga urdimi? Shundaq. Bayık dayaqni men urmadım. İlim ilahi urdi deb biling. Bildim. Bilimni shuncha cho'ng ko'rsa, haqiqatan qaltiskan. O mollam bizning uyg'onishimizga arziydi ekan. Yesho yana bir ishni hal qilibdimi? Men boy anladım. Bilaman. Sen burundunla Yeshoni yaxshi ko'rsan. Bu ishni cho'qim anglag'in kelyapqandi. Anlig'im kelyapti. Anglasam, shahar markazidagi bir ko'rikda 2 mapa do'qirishib qopti. Dada, Yesho davamangla. Dunyodagi eng muhim ish bilim ilish. Undaq bilarmanlik qilning foydasi yo'q. biroq dada, men Yeshoni pek yaxshi ko'raman. Yesho? Engo ibodatxonasi mushu kanda. Ajab, vayronakina. O mollam meni izlab ketdimi? O sana bir narsa o'rgatmoqchi ekan. Butxonada seni saqlayotdi. Ma'qul, men hozirla boray. Tuniga kishi hozirgacha qolib bo'lyaptamdikin, qachon? Ay, bunimi yo'q degili bo'lmaydi. Amsa yana kulyapsan-ku, ha? U degan kamolatga yetgan aql egiz tursa, meni tillisimi uning gaplarini anglag'im ba. Men Yesho, tunugin bilimliklarning oldida bilarmanlik qilib qo'ydim. Meni kechiring. Mollam, bugun shu ish bilan kelibdi, Yesho. Tushundim. Siz tushungan bo'lsangiz, men ko'p so'zlamay.
Yo'q. Men tex kichik. Yana nurg'un ishlarni bilmayman. Mollam, ko'proq yo'l ko'rsatsiniz. Butxonada. Mollam keldimi? Yeyishimiz edimi? Cho'qim tillab bir yerga apadim ekan. Yeyishu shig'ilmisi bo'ladi-ku. Əmisi bugün muşagichi bo'lsin. Kechiring, bayatin deganlaringizning jiqini tushunmadim. Nima? Tushunmadingizmi? Bilim elish uchun tatinmay so'rash kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri dedingiz. Undaq bo'lsa, men oxirgacha o'gitay. Amsa, sizga ko'p rahmat. Men bo'ldi shuyuyman. Mollam Yeshuni oila o'qituvchisiga aylanib qopti. Oila o'qituvchisiga? Bugungi ish ajab ochchig'imni keltirdi. O'ylagan siri qo'zg'im ko'p botdi. Bu ochchig'imni hargiz yutib yetmagidakman. Qandaqli bo'lishdan qat'iy nazar, uni adibini bir bermasam. Bak qiziq gel. Bu tamoqni men hargiz ishmayman. Tez achib qo'yinglar. Xo'p. Jeydiyan mendek 3-darajalik amaldorni haqorat qildi. Xap, o'chimni cho'qim olaman. Jijing Ziyuan, ilqi 3-darajalik amaldormi? O qaytib ketsin. Shundoq degan bo'lsa-mu, biroq o gapni qilishga bo'lmaydi. Ammo yo'q, uni kirgizinglar. Xo'p. Ey, nemish vado endi. Cho'qim yaxshi ish yo'q. Yesho! Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdan aram elib olay. Qo'l ostindagilarda qimmatli rasm bormi ekan? Kimda bor ekan? Tavba xudoyim. Kimni borlig'ini sanğın oilalari texchi bilmamsiz? Jediyan mollam garchi qimmatli o'sni xat rasmlarni yiqqan bilan azaldan uningdan undaq gap anglamagan edim-ku. U rasm qalpoq tutgan bir ayolning rasmi. Amasa odatdagi rasm ekan-ku. Ay, biroq yomg'ir yoqqan kuni u ayol qalpoqni kiyib oladi ekan. Mumkin emas, yolg'on da'votsiz. Men yolg'on gap qilmadim, men rost da'votiman. Agar ishonmasangiz, mollam u rasmni sizga ko'rsatsin. Rostla shundoq ish bo'lsa, men ko'rib boqay. Biroq mollam u rasmni bak yaxshi ko'rdi ekan. U balkim u rasmni ko'rsatmay, yolg'onni ko'rsatishi mumkin. Yo'q, u odam johil bo'lg'ini bilan undaq ishni hargiz qilmaydi. Ma'qul. Avval siz rasmni bilmaganga selib eling. Yomg'ir yoqqan kunigacha saqlang. Agar qalpoqni kiysa, u haqiqiy rasm bo'ladi. Agar rasm o'zgarmasa, u yolg'on rasm bo'ladi. U chaqda mollamni tozalasangiz bo'ladi. Jediyan, senda qalpoq tutgan ayolning rasm bog'lig'ini bir olgandim. Albatta rasmdagi qiz hargizmi qalpoq kiymaydi. Vaqti kelganda o'zingni qanday qo'g'daysanki, qani tomosha ko'rdigan bo'ldim-da. Ular yaxshi do'st bo'lib qoldi. Yengildingiz? Yengildingizmi? Ajab olib ketdi. Yengildim. Ajab ko'zim chaqnab ketdi. Endi uyga kirib o'ynaylik. Ma'qul. Hey, to'xtanglar. Jingjijo, shoyizi, to'xtanglar. Nim bo'ldi? G'alati ish. Ovuning ichida bir oq bir nima turdi. Voyjon, odamni qo'rqitmang ato'la. Men rostavotman. To'g'ri, ovu toshpanuskan. Toshpanuskan. Uningmi qarab baqayli, qaranglar. Endi ovu qorong'i yerga qaranglar.
ko'zimizda boyiqi toshpanusning holati qiyib qolgan o'xshaydi. Gerçi qisqa vaqt bo'lsa-mu, ko'z ko'rgan narsani saqlab qala oladi. Bu ko'rish sezgisi vaqtliq to'xtash deb ataladi. Ko'pchilik ko'rayotgan bu filmmi mush prinsipga mos keladi. Kichik do'stlar, esinglarda bo'lsin, keyingi mazmun mush prinsipga munosabatlik. Ha, haqiqatan qaltis rasmkan. Ajab chiroyli ekan. Onunğa yaqin kelme. Sanğın alilerinin gepi bo'yicha bu rasmni onunğa berdigan bo'ldim. Bu rasm endi menga mansub emas. U vaqtlarda qilgan bilan ochiq ekanmidi? Qo'rqma. Bo'ldi. Buni herkes tushuntirma. Hech qisi yo'q. Bu rasm mudravatgandek qiladi. Qaranglar. İşo! Çoqum yordam qiling. Mollam qiyin ahvolda qoldi. İşo ustoz. Rasmim elbette müdürlemaydı. Mayli yağmur yağsın yoki shamol chiqsin, u hargiz qalpoq kiymaydi. Men buni boshqalardan angladim. Ebleq. Siz mendek 3. darajalik Jijing Ziyanni ableq da'vatamsiz? Yaxshi, sanğın alileri. Zodi qaysimiz yolg'on so'zlayapmiz? Sizlar deb baqsizlar-chi. Oy, ilgar. Bosh tilimini mushunda qiltaq tushirmoqchi bo'pti-kansanda. Siz zodi qaysi tarafda turasiz? Amaliyotda janobiy sanğın baştili mollamning to'g'ri da'vatqaniga ishongan edi. Biroq agar shundoq desa, 3-darajalik amaldor Jijing Ziyanni yolg'onchi deyishga to'g'ri keladi. Andaqda janobi Sanğınmı qiyin ahvolda qopti-da. Mollammo tuzli odam. Janobiy sanğınni o'sal qilmaslik uchun u cho'qim Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar men qat'iy yolg'on so'zladim. Meni kechiringlar. Çapsam berip dadamni qutuldirib beringlar. Çapsam beringlar. Chopsam bag'in, Yesho. Sana bir kun ta'lim bergan bo'lsa-mu, o sening ustozing. Chopsam bag'in. Bo'ladi, ustoz. Cho! 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 Qandaq sanğın alileri? To'g'ri, bu qitim men. Haqiqiy rasmni dadingiz. Shundaqmi? Yesho obdan kapsiz-g'o. Agar haqiqisi bo'lsa, yomg'ir yog'simi, beshi g'ajib shilapsini kiymabdi. Bu rasmdagi xonim yomg'ir yoqqan kunila rostilla shilapsini kiyib oladi. Shundaq-ku, ha? Biroq hozir ajab kiymadi-g'o. Buningdan yolg'on rasmligi chiqib turmamdi, ha? Yo'q, bu haqiqiy rasm. Ma'nin qaranglar. Nima xonim? Nima? Biroq qanday qilamiz? Rostmi? Ko'pchilik, bu xonim ajoyib adablikkan. U boy menga muhtaram sanğın alilarining oldida qalpoqni kiyib olsam, adabsizlik bo'ladi deydi. Mundaqdan. Buningdan u rasmning haqiqiyligi chiqib turmamdi. Shunga sanğın alilari qanday qarasimi, u midirmaydi. Qaltischimi siz Yesho? Hammasi yolg'on gap. Ha? Midirlamaydigan rasmni midiraydi deganingiz qandoq gap bu? Undaq gapni men mi deyamayman. Biroq undaq desak, Kungzi Mingzilarning ta'limotiga xilof qilgan bo'lamiz. Ya'ni joyillik qilyapsiz-g'o. Yesho sizga yordam qilyapsa, jimroq tursangiz bo'lmamdi. Amsa rasmning midiraydiganligiga ishonmaydi ekansizda? Rasm degan qandaqsiga midiraydi ekan? Buning qilcha asosi yo'q. Shundaqmi? Ixtiyoringiz amsa. Biroq mudirlis qanday qilasiz? Ondaqda o'zimni bilimsiz deyman. Ajab joyli odamkan abu.
Topşurdum, Yişo. Hergiz amal tapamaysiz. Yişo, cahil mollamdın mı bekrek cahillikin ha? Biroq Yisho cho'qim amal topolaydi. Tapdim. Shinyovimin manga mo'y qalam siya qog'oz akib berib. Ha, ma'qul. Andaqda Yisho qandaq qilib rasmni medirlatadi? Ba'zinglar balkim bilib bo'lgansizlar. Qarang mollam, men hozir bu qushni qafasning ichiga solayman. Qarab turing, ha? Qani, sinab eqing. Ma'qul. Bildim. O'qishqash. Rost qafasning ichiga kirdi-ku. Endi bilgansizlar, biz ko'rish sezimining vaqtincha to'xtashidan foydalandik. Sizlar ko'rayotgan bu filmmi mush qoida bilan o'xshab ketadi. Tushundim. Olam. Bek cho'ng. O'rnadigan narsalarmi? Yana jiqkan. Yesho, menga siz qimmatli narsalarni o'rgatdingiz. Rahmat sizga. O faqat xato to'yg'dan iborat. Rasmni mediraydi desak, kim ishonadi, ha? Rasmning midirishiga eng burun o'zingiz ishongandingiz-ku. Ha? Hozir ish aniqlandi. Aslida siz Jediyan mollamdan o'chingizni olmoqchi ekansiz. Shundaqmi? Biroq mening xotiram bak nachar. Boya kim rasmni mediraydi degan edi, ha? Unutib qoldim. Men o'ylab baqa akling. Bana medirdi. Acayip pez oldu. Vay. Bana midiravatmamdı. Әмісі, sizlarni sinab beqinglar. O'zinglar sizga rasm medirsa, texmi ma'nilik bo'lmamdi, ha? Ay, sizlar cho'qim sinab beqinglar. Yisho aka? Ha, mushaygacha bo'lsin. Xayr, xush. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休将軍様がカエル飛び大会を行うですってしかも一番高く飛んだカエルには100文の賞金を出すっていうのよ子供たちは大喜び一休さんたちもカエルを捕まえてきて猛特訓それ飛べもっと高く次回一休さんアマガエルと残った1問をお楽しみに
eshib qolgan bir yamoq. Ha? Qandoq degan nima bu? Yo'qol! Rahmat. Avar qildim. Ustoz, nima bo'ldingiz? Yesho, bu yoqqa kelib qarab baqa. Ustoz, nimaga qarayapsiz? Al, tashqi qara. Texch tushunmadingmi, Yesho? Yomg'ir suvi tushgaya o'ltirishib ketibdi. To'g'ri. Tomchi suv toshni teshar debdikan. Tomchi suv toshni teshar? Ha, kichikkina suv tomchisimi toshni teshib o'tadigan. Demak, har qancha iqtidorsiz odammi jafoga chidab to'xtamay tirishsizlar, yana o'xshashlar cho'ng-cho'ng ishlarni qila oladi. Tushundingmi, Yesho? Men tushundim, ustoz. Janobi Sanqon, nima bo'ldingiz? Janobi Sanqon, bu yerda nima ko'ryapsiz? Uning sakriginiga xeyli bo'ldi. Texcha qurtni tutolmayotdi. Amsa, siz mashinaga qarab turibsiz-da? Shundoq desangizmi bo'ladi. G'ayrat qil, paqa. G'ayrat qil. Qarang. G'ayrat qil, sakra. Sakra. Yigizdarak sakra. Yana biza. Yana yigizdarak sakra. Yaxshi, yaxshi. Yigizdarak. Yigizdarak. Asta. Yo'g'ini, kucha. G'ayrat qil. Ey, bo'lmadi. Kichiga g'ayrat qil. Kichiga g'ayrat qil. Kucha. G'ayrat qil. Kucha. G'ayrat qil. Az qoldi. Buni az qoldi. Kucha, to'g'ri. Nima bo'ldi sana? Kucha. Ay. G'ayrat qil, kichiga g'ayrat qil. Yaxshi. Azroq qoldi, kucha, to'g'ri. Yana egizrak. G'alb qildi. Yaxshi, bakomdan bo'ldi. Shuni o'ylayman. Vaqirma. Qarama. Kundi yomg'ir yig'ib, yomon ishim tushib ketdi. Shunga paqqaga qarab, ish pushig'imni chiqarib ataman. Siz bu yerda yangdi, ufturdi deb nimandaq vaqiraverasiz. Mening damirishimga ta'sir yetkazdingiz, shuni o'ylayman. Men kechiring. Paqqaning yengilishi davlatning cho'ng ishlari bilan munosabatsiz. To'g'ri deysiz. Hudud. Shuni o'ylayman. Xo'p. Eliqqa paqa. Bo'ldi qiling. Meni kechiring. Poytaxtda bayiqi paqqidinmi egiz sakraydigan paqa yo'qmikin, ha? Aslida siz mushu ishni o'ylab ekansiz-da, ha? Hey, anladinglarmi? Nima bo'ldi? Ajab jiddiylashib ketibsiz-ku. Pak sakrash musobaqasi o'tkazdi ekan. Nima? Pak sakrash musobaqasi? Ufqallar 100 yamoq inom berdi ekan. 100 yamoq beramdi ekan? Yaxshi, bizmi qatnashaylik. Qaraganda men sakrayamagidekman. Yo'q, odam sakramaydi ekan, paqqini sakrtadigan gapkan. Rost paqqinimi? Ha, boshda egiz sakrayalaydigan paqqini tutib kelib, andin musobaqaga qatnashidi ekan. Amsa, menmi qatnasha oladi ekanman-da? Bo'ldi qilinglar. Ustoz bilib qolsa, yana til eshitimiz. To'g'ri. Men bir nim deyolmayman. O'ylamabdiman. Ustozmi qo'shildi-ku. Men Shinyoviminga degan edim. U ustozga Raib degan nom o'qisli bo'lmaydi. Dunyoda bo'layotgan ishlarning hech qaysisini bilmasa, Raib bo'lganning nima foydasi debdi. Sanğun ailelerining pak sakrash musobaqasi o'ylab chiqqanini ko'rmandigan. Buningdan hamoqatligi chiqib turmamdi. Hozir yomg'ir paslanmasmi? Vaqti bo'lsa, obdan o'ylab, elning ishlariga boshqa tursa bo'ladi. Qarang. Ey,
Birini mi tutanmadınız go? Ay, bu kasapetle bek çakkanken. Karang! Ey, qaranglar kichirayib kel. To'xtanglar! Sholliqni qalaymiqan dastlab nima qilyapsizlar, ha? Nima deyapsiz? Agar sizlar dehqon bolalari bo'lgan bo'lsanglar, bundaq ishni hargiz qilmaytinglar. Ha? Chapsan bo'linglar, o'ngshab, asliga kelinglar. Tez bo'linglar, tez! Mundaq ish edi. Men shundaq egiz sakraydigan bir paqini ko'rib qo'g'lavatsam, ikkisi qaytildi. Nima? Nima deyapsan? U paqqini boshda men ko'rgan tursam, men ko'rgan. Nerede gidin? Boshda men ko'rgan. Nerede? Men ko'rgan. Bo'ldi. Paqi qani, chiqira. Mana menda. Yo'q turdi-ku. Sen ilib oldingmi? Chaqchaq qimig'ini. Paqamni aka. Qara, mana. Qichib ketdi. Mavshimi? Mushu. Shu yuzi? Boya ular urishayotganda paqi xaltining ichidan qochib chiqqan edi. Nima qilsan? Paqi qochganda shu yuz tutyapti. Shuni bu paqa shu yuzning bo'ladi-da. Nima? Biroq munda qilsam uchinglarga uvol bo'lib qolgandek. Shuni yana sizlarga beray. Bu paqani uchinglarga qaytirib beray. Qandaq dedim? Uchimizga? Amisi biz qandaq qilamiz? Bu musobaqaga uchinglar birga qatnashsanglar, yaxshi emasmi? Agar mukofotga erishsanglar, uchinglar teng bo'lishmamsizlar. Ha? Bo'lmaydi. Bu paqa meningki. Ablah. Meningki. Yo'q, meningki. Sizlar yana mushundaq talashaversanglar, paqanglar qechib ketadi-jimi? Bo'lmaydi. To'xtang. Amsa, qanday qilamiz? Bildik. Uchimizdan bo'lsin. Bu paqaga hech qanday paqa teng kelmaydi. Yaxshi, sakra. Yaxshi, sakra. Oy, müdürlaymi demaydi-ku? Sakra. Sakra. Voy, qaranglar, u o'ngdisiga yetib oldi. Kulmanglar. Paqaga hasharat tutib kelinglar. Yeshu hasharat tutyapti. Qo'shmag'in. Hajab tez uchidikina. Asta. Voyja, og'rib ketdi. Hey, sizlar nima ish qilyapsizlar? Tilajab bo'lsin-kina. Yeshu aka, qarang. Paqqa ajab egiz sakraydi ekan. Shundoqkan. Yeshu. Chatoq bo'ldi. Nim bo'ldi, Shausu? Paqini birsi o'g'irlab oldi. O'g'irlayaptimi? O'tinib qolay, paqimizni tepib bergan bo'lsangiz. Qachon o'g'irlab ketdi? Tunigun kashda o'g'irlagan odamni biz bilamiz. Bilgan bo'lsanglar, nima deb uning yeniga bormaysizlar, ha? Biroq bizda isbot yo'q tursa, shunga oldingizga kelgan edik. Yordam qiling-a, Yeshu. Meni o'g'rildim deb atamsizlar? Qiziq gapda bu. Bu paqini tunigun o'zim tutgan. Biroq bu paqqa bizning jutgan paqqamizga o'xshaydi ekan-ku. Paqalarni baligi bormi-ti? Qani, tapaqmamsizlar, tapiqinglar. Yeshu. Yeshu har qancha aqlli bo'lsa bu paqini ayriyamaydi. Endi men paqini mashq qildirman. Sizlarmi yitirayotgan paqanglarni izlayveringlar, ha? Shunda qilinglar. Paqam, sakra.
paqa bolamdı eken, ha? Yeshu aka, amal qilin, ha? Amal topmaq tez. Shu yuzi farqlantirish rostilla qiyin ekan. Ha, bu normal ish. Yisho! Yesho! Yeshu! Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay, birdan aram elib olay. Yeshu aka, ana! Ha, men tutib oldim. Men mi tutib oldim? Yeshu aka! Ajab tezg'i shu yuzi. Nima bo'ldimi? Rahmat. Bu paqalarga qizil ip chigayli. Chapsam bo'ling shu yuzi. Ay, nim qilsizlar? Nim qil keldinglar, ha? Mening hiliq paqingizni yana bir qaytim ko'ygim kelyapti. Bo'lamdi. Necha qitim ko'rsingizmi? Baribir o'xshash. Eng oxirgi qaytim ko'rib olay. Amsi bo'pti. Men ko'ring, men. Akilin ko'rib paqay. Yuzi chiroyli ekan. Uning ustiga buning rangi nur chiqirdi ekan. Qaranglar. Ay, nim qilsiz? Menga bering. Akilang. Kechiring. Mana hozirlab beray. Kechiring. Meni qilyapsiz-ku. Kechiring. Kelar qitim sizdan paqas bo'lsam bo'g'idak. Ha, yaxshi. Sakra. Nim bo'ldi? Sakramaysan-ku. Qiziq. Boya bir ubla sakrab atatin-ku. Ha? O hayvan, almashtirib etibsan-ku. O hayvan. Mamiye. Meni qizil jip bilan bog'labsiz. Hiliq paqini bilamsiz? Men burunli qizil ipning mavi yerini bog'lab qo'ygan edim. Qaranglar. Rostini bog'lab ekansiz. Demakchi bo'g'iningiz shavshan ilib olgan paqada jipning bog'lagan yeri bor. Shundaqmi Yeshi ustoz? To'g'ri dedingiz. Uning ochiq kelib yerilib ketayli deb qolgandi aqchan. Ajab yaxshi bo'ldi, ha? Yesho! Yesho, meni aldash qandaq petindingiz? Nima deganingiz bu? Danga, men sizni qandaq aldabdiman? Danga. Mening paqamni almashtirib etibsiz. Siz qandaq bilasiz? Chunki qizil ip bilan bog'lagan paqini sizga berib etdim-ku. Biroq bu paqa faqat sakramaydi ekan. Chunki siz inomning hammini o'zingizdan qilib olmoqchi, shunga paqining achchig'i kelib qopti. Nima? Nim bo'ldingiz, ha? Bu paqi bilan qizil jip o'xshashgan. Siz paqini almashtirib etibsiz. Sonu sabab topma. Bu paqalarni atigan o'zimiz tutgan. Biroq hammani qizil jip bilan bog'labsizlar-ku. Sening qanday isboting bor, degina? Degina? Da. Hay, bo'ldi, talashmanglar. Qaraganda shavshanmi qiyin ahvolda qolganda qiladi. Buning ichidan eng yaxshi paqini tanlab, uchinglarga beray. Sizningchi bo'lamdi? Ishimizning fikri yo'q. Mening fikrim yo'q. Shundoq bekitdik qamsa. Hozirgacha davomlashgan musobaqada natijaga erishgan 10 kishini saylab chiqdik, janob Esong'ur. Tanlarkachilar maydonga kirsin. G'ayrat qilinglar. Shavshan g'ayrat qilgin. Ma'qul. Hozir hal qilg'ush musobaqani boshlaymiz. Başta Shavshan bilan hujum musobaqalashidi. Hozir ishchi bas so'ngdan sakraydi. Esta, eshik ketamidi? Bu jufti
Çenci fıttı. Şunel fıttı. Şoşen fıttı. Şonen fıttı. Şoşen fıttı. Köpçülük, en ahırkı hal kılgıç can başlandı. Hazır, tütçü 5 sondan ötüdü. Gayret kıl paka, ha? Sahra. Yaxshi. Sakra. Endi 5-chidin sakraydi. Sahra. Sakra. Endi 5-chi 5 sondan sakraydi. Endi 6-chidin sakraydi. Acep egizken, sakrayalamo. Nimda otsan, sakrayalaydı. Sahra. Isin. Endi yüz yamakni men aladigan boldim. Sana Ahmet dilayman. Sakra! Bek yaxshi bo'ldi, bek obdan bo'ldi. Şoşen fıttı. Mübarek olsun. Bu Canabi Sanğun'un sizge bergen mukafati 100 yamak. Rahmet, sandıqın alileri. Men texi birinchi bo'lamanmikin deb tikanman. Hey, amal yo'q. Qarshi tarafdan kuchlikan emasmi? Ha, acep qaltis paqqan o. Yesho, hammasi senin kasaptın. Nim bo'ldi? Anlasak, o paqqini sen ulag beribsan go. Bu. Yeshu, çatak bo'ldi. Nim bo'ldi? Seni ovayman. Qarang, bugungi musobaqada mukofot olgan heliqi uchaylan. Şavduğa 33 yamak, Şavsınğa 33 yamak, mana 33 yamak, yana bir yamak. Eşip kaptı. To'g'ri, har bir aylanga 33 yamoqdan tagsa, yana bir yamoq eshib qolg'ida qanday qilamiz, ha? Buni men alay, ha? Sen nima qilmoqchi? Nima? Buni sen olmoqchimi? Paqini men mashq qildirdim-ku. Biroq men uningga hasharotlarni berib Men boqdim. kech kunduz uningga qaradim. Bu bir yamoqni menga ber, men olaman. Meniki. Şuna nimada baqashatsizlar? Qara bularni. Bu kasofatlar bir yamoqni deb shuncha ola urushgan bormi? Ha? Xijilmi bo'lishmaydi ekansan, ha? Xijil olib nima kapti? Eshib qolgan bu bir yamoq. Meningki. Yo'q, meniki. Meningki. Bu ablah. Bo'ldi, vaqirashmanglar. Ishning jarayoni shu, Yesho ustoz. O bir yamoqni 3 yilisilar talashyotdi. Rasma, ajab ochqina. Bu ishqa biror obdan amalingiz bormi, Yesho? Tapdim. Uchun obdan anglab turish. Sanğun aliylarining mahkamasi oldida vaqirashqininglar uchun sizlarga 1 yillik qamoq jazosi berdik. Bir yilmi? Undoq emas-ku. Gap qilmanglar. Aslida kallanglarni olmoqchi edik. Biroq bu qitim sizlarni oyab qo'ydik. Xo'sh bo'lsanglar bo'ladi texi. Bizni turmaga sulamanga. To'g'ri, biz xatoligimizni tunudik. Rastilla xatoliginglarni tunudinglarmi? Rost tunudik. Biz bundan keyin qat'iy urushmaymiz. Yaqin do'stlardan bu bitimiz. Mushqitim kechirversiniz. Bo'pti. Amisa buningga barmog'inglarni besinglar. Isbot bo'lsin. Bundan keyin ikkinchi urushmaslikqa, inoq o'tishga qasam qilinglar. Ha? Ma'qul. Biz bo'ldik. Isbot qog'ozi uchun bir yamoq topshirsizlar. Nima? Pul olamsiz? Lashkar begining ichi ajab tarkina. Hey, nima deyapsan? Men mo sizlarni deb shunda qilyapman. Sizlar uchunlarni deb. Bizni debman. Shuni deb pul olamsiz? To'g'ri.
Sizlarni urushga solgan sababni yiltizidan qumir yutay deyman. Ha, to'g'ri, eshib qolgan bir yamoqni bersak bo'g'daq-ku, ha? Sizni lashkar bekida beka aytmoqdi ekan. Shuning anglab turish, sizlarni gunohsiz deb qo'yibdi. Yaxshi bo'ldi. Sinyoviman. Ha? Bu ishni qaltis bir taraf qildingizmi? Mashunda qilsak, uchisining munosabati yaxshi bo'ladi. Elimo siz bo'lib qolibdi ekansiz, Yesho ustoz, ha? Iliq paqqaga. Ular pulni elibla bu mukofotga erishtirgan paqa bilan kori bo'lmadi. Bechora. Ajab bechora ekan. O'zingni ko'proq asra. Endi boshqalarga tutilib qolma. Bu yer bexatar. Bo'ldi, mang'in. Biroq yomg'ir fasli tex tugimadi-da. Sangun janoblari vaqt o'tkazish uchun yana nima ishlarni o'ylayotdi texi. Shundaqmi Yesho aka? Ha, kelar qitim janobi Sangun beliq musobaqasi o'tkazimiz demasa bo'ladi-ku. Shundaqmi? Ajab obdan gap bo'ldi. Endi men beliq musobaqasi o'tkazishni qaror qildim. Shuni yo'yman. Uqtirish qiling. Asta! Yesho aka? Ha? Mushagacha bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよさんが大泥棒だったんですってしかもすごい宝物を盗んで今もどこかに隠してあるんですってさあそれを聞きつけた本物の泥棒たちが和尚さんの弟子になりたいと来るわ一体どうなっちゃってんのかしら